Açıqlaqmanda 2 kun yeylar. Yey, açıqlaqmanda yemeylep qırğaqdan tamaqlı bek qo'xshaydi. Kendi ailemizning uyiga bolalarni boshlab kelganda bish tag'am yemoq qilganda. Jiq-jiq boraylar otishlarning do'koni bo'lgan. Voy, otishlarning bo'lgan to'ya oyoqsiz boqalib. Yeb kelsak olmam deyman. Ishni ishi qo'z qog'raydigan odamkina ama bu. Ko'nglim bir qism bo'lib qoldi qayslar. Nimaga? O qo'chuydigan yerda kishiydigan go'zal sopun turdi. Bo'lash go'zaldan sopun yog'ishlik chiqdi, qo'chini shuni olib qo'ydi aqshonda. Haqsan. Yey. Nima gapni qildim? Ma oddiy gap emas xo'jam, bu sopunni yuvib qo'yib butun kashimiz ta'til kiyibimda chapimiz beshimiz kiyib chiqsa qo'ldan. Bo'ldi, o'cho, mana bir gapni deb basa o'sha. Yo'q, yolg'onma, ko'zimizdan olqarqa osmonni seylab yuramikan. Men gap qilmadim. Sho's bu. Batışım, qarayama qoldim sizlarga. Voy, ya, unda demanglar, to'g'ri tushunimiz deydi. Qo'yma bo'zabek kichikka emasma. Sizlar xafa bo'lmaydi, xotanning ichida oldirash bo'lgan gapga emasma. Xudo sizlarga nima qilib beray? Ha, bizga aytashmi shu? Bo'ldi, bizning o'ynayman ketgan bilan xo'shimiz yo'q. O'zlari g'ulqlarini chiqarib, qanday inomat degan cho'ng kichik bo'lmaydi, odamgarchilik degandan-chi. Arastu, sizlardan bir ishni so'raydi. Qaysam qochiydigan yerda güzelninki kirish sopun turibdi, shuni qochiydi. Güzel de atamsiz. Oshxonaga bog'liqning hammasini xalatlarini shu güzel markalar sopunda yurimiz. Shu xalatlarimizni valilab ketdi. Upadik. Ha, bo'lib dedi, o'zingni bilib bir to'naq qilayman. Ma'qul. To'ydingmi? O'ta to'yg'izdi. Fahmanda qo'lini yuvib, uningdan tamoqni aytadi. Anus qo'lini yuvib tamoq berib ekan.